Qayerga qo'ygan bo'lishim mumkin? Qayerga qo'ygandim, mana topdim. Ish qilib qimmatroqqa ketsin. Kuzatuvchilarimga hayotimni, xususan turmush o'rtog'imni boshiga tushgan kulfatlar haqida aytib bergandim. O'shanda advokatga haq to'lash uchun oxirgi tilla taqinchoqlarimni sotib berganman. Hojamni ishlari orqasidan uzoq yillar organda ishlaydiganlarga ko'p ishim tushgan. Ularning orasida shunday qahramonlarni ko'rdimki, afsus, ular sanoqli. Shunday qahramonlarni yetishtirib chiqaradigan bir maktab bor. Yaqinda bir ish yuzasidan shu maktab asoschisi Ahtam Yakubov bilan tanishib qoldim. Yuridik fanlari doktori, 20 yildan ortiq ta'lim va yuridik sohani chinakam egasi, Qarshi xalqaro universiteti, Sino tibbiyot texnikumlari va Yakubov School maktablari kabi ta'lim loyihalari asoschisi. Yakubov International School O'zbekistonda yagona bo'lgan va birinchi yuridik maktab hisoblanadi. Bu maktab Amerika ta'lim dasturlariga asoslangan va o'zining mualliflik o'quv dasturlari bo'yicha ta'lim olib boradi. Maktabda matematika, ingliz tili hamda huquqshunoslik fanlari mualliflik dasturi bo'yicha chuqur o'rgatiladi. Bolalarimiz bugun yengil hayotga o'rganib qolmoqda. Ko'pchiligini qo'ldan ish kelmaydi. Bu yerda esa farzandingiz mukammal ta'lim va tarbiya bilan birga Safiya xonalarida orasida uy bekasi sifatida hayotga ham tayyorlanadi. Ahtamjonni oldinroq uchratganimda katta farzandimni albatta ularga shogirdlikka berib yurist qilardim. Yaxshi narsani siz bilan ulashishni burchim deb bilib, yaqinlarim qatori sizga ham ilindim. Maktab haqida batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.